Hammaga salom. O'tgan yili avgust oylarida italiyalik ikkita do'stimiz, turistlar ovulimizga tashrif buyurib qo'nib qolishgan edi. Bu video o'tgan yili yoz oyida tasvirga olingan. Hozir shularda sizlarga italiyalik do'stlarimiz Italiyaning milliy taomi risotto ovqatini bizlarga tayyorlab ko'rsatdi va Italiya milliy taomlarining 100dan birini bizlarga qanday tayyorlanishi va qanday masalliqlar solinishini bir chetdan ko'rsatib o'tdilar. Yekudam Italiyaning Yek shaharidan tashrif buyurgan. Yo'llarim Mang'it shaharidan Xorazm viloyati, Urganch va Xiva shaharlarına yo'naltirib, kunini 80-90, uzog'i 100 kilometr masofa bosib o'tayotir. Bular ham xuddi Giorgioga o'xshab Velikda yuribdi. Kechqurun tunab qolish uchun har qasında 15 kiloluq chodirlari, ya'ni chertaklari bor. Valisida 7500 kilometr bosib o'tgan. Menga obuna bo'ling, like bosing, kommentariya qiling. Keyingi videolar undan ham zo'r chiqadi.